Mani ismim Amina Halol emas. Qadrli kuzatuvchilarim, men Nazira Rasulovaman. Bunday reklamalar chiqsa iltimos ishonmanglar, bularda hammasi yolg'on. Meni videolarimdan, rasmlarimdan, barchasidan mendan beruxsat olgan ravishda pulingizni ko'paytirib beramiz, 500 mingni 5 million qilib beramiz deb odamlarni aldab pulini olishyapti. Assalomu alaykum. Mana ko'rib turganingizdek, halol va qonuniy ishlayman. Menga birov haqqi kerak emas. Xudoga shukr 3 ta bolam bor, baxtini o'ylayman. Haromlik menga sizga to'g'ri kelmaydi. Axir biz musulmonmiz-ku. Aslida to'g'ri, bunga sabab odamlarning o'zi. Shu qayerdagi safsatalarga, ertaklarga ishonib, shuncha pulga tushib qolishyapti. O'zim ham hayronman. Topsangiz bo'lmaydimi? Ustilardan yozib bersangiz bo'lmaydimi deb hamma yozyapti. Qizlar, men shuni qilmasmidim. Ular hozir qidiruvda. Agar rostdan men bo'lganimda, hozir men ozodlikda yurmasdim. Sababi uni ustidan ariza juda ham ko'p. U odamlar chet elda yashaydi. Hech qachon siz pulingizni qaytarib ola olmaysiz. Shu masalada juda ham charchadim, juda ham jonimga tegdi. Oxiri yana ogohlantirib, yana bitta video chiqaryapman. Iltimos ogoh bo'linglar. Shunaqa reklamalar chiqsa, imkon qadar o'sha videoga spam bosinglar. Hammalaringga rahmat. Videoni imkon qadar tarqatib yuborishga yordam berasizlar degan umiddaman. Keling. Mana. O'rtog'imdan nima pul oldingiz? Qalaysiz, Matina, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Sizingiz. Men sizga aytganman-ku, o'rtoqlarim kelsa pul olmayin deb, tavba. Necha marta aytaman? Mayli, keyin safar o'zim bepulga beraman, xo'pmi? Mayli, endi bilmadi-da, tanimay qoldi sizni. Keyingi xarajatingiz hamma yo'q o'zimdan, xo'p? Magazinda bo'lsam bo'ldi. Bo'pti, yaxshi boring. Tuba o'rtog'ini oldi meni sharmanda qilganini qaranglar. O'zi hech kimga qarzga berma. U otammi, u qarindoshimmi deydi. Tavba qildim. Hozir qarab turdi, mana shoshmay tur. Hozir adovingni beraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dildoraxon, qalaysiz? O xarajatni zo'r-yu, ha? Hisoblab bering. Ha, bo'ldi. Hisoblashni kerak yo'q. Sizga hammasi tekin, ha? Voy, nimaga? Voy, men pulini beraman, hisoblang. Voy, yo'q, Umid opam aytdilar. Hamma-yu meni jigarlarimga, yaqinlarimga, o'rtoqlarimga hamma tekin qilib berdi-da. Sizga hammasi tekin. Bugundan mana bemalol olib ketavering. Voy, tavba, qanday bo'larkan? Voy, menga ishonmayapsizmi? Mana o'zlari ham mana pastda bekinib o'tiribdilar. To'g'rimi, Umid opa? Ayting, ishonmayapsiz menga. Mana ayting, Umid opa. Mana. Voy, assalomu alaykum opajonim. To'g'rimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Voy, tekinmi? Ha, tekin. Bemalol. Voy, rahmat. Voy, opajonim, rahmat. Sog' bo'ling. Yana kelaman bo'lsa, tekin bo'lsa. Sog' bo'ling, mayli, yaxshi bo'ling. Keling. Mana pechonlaringiz necha puldan? 80 mingdan. Kilosimi? Yo'q, metri. Pechonlar anchadan beri metrlar sotiladigan bo'lib qolgan-ku. Ha, aylanib ketdi. Ha, kilosida. Qo'qindiq, metri bo'lmaydi-ku. Mana klubnikov shokoladimi? Yo'q, anjir shokolad. Akajon, qulpinoy shokoladida. Mana qarang, buni bananlilari ham bor. Necha puldan ekan? 15 mingdan. Kilosimi? Yo'q, vojoni Quvadan Shredderdan kelib olib ketaverasiz. Albatta, akajon, donasida. Voy, belgiyskiy shokoladda bo'lgan, aka. Voy. Sizlarda tortlar ham sotiladimi? Yo'q, bizda ohak, sement, albastir, latta-putta sotiladi. Ha, tortlar sotiladi-ku. Biz qanday uyimizku biz? Menga mana shu medalingizdan yarimta berib yuboring. Zo'rmonda sani tanidim. Men o'tgan safar ham umrimni yoding yarimta medalik deb bering. Bor, yo'q, senga yarimta. Senga umuman hech narsa sotmaymiz. Yarimta medalik bering. Shu gapni qarang. Sotuvchi ham odam, ertalabdan kechgacha tik oyoqda turamiz deb, bilib ishimizni qilaylik. Yarimta Napoleon. Yo'q, qaldidim sani. Ofitsiant qarab oring. Ofitsiant. Bo'ldi opajon, hozir qarab boraman. Qarab oring deb vahima qilishini qaranglar. Men o'zi ofitsiantdan basman. SMMga videoga tushgani keldim. Opajon, nima buyurtma qilasiz? Bilmayman to'g'risi. Oshqovoqli somsa nimadan tayyorlanadi? Oshqovoqli somsa nimadan qilinadi? Rostdan. Shu narsani so'rayapsizmi? Davay topamiz. O'ylab ko'ringlar-chi. To'ppa-to'g'ri, oshqovoqdan qilinadi. Yo'q, oshqovoqli somsa yemayman. Mana nimadan tayyorlanadi? Bu nimadan tayyorlanadi? Bu sushi? Toping, bu sushi. To'xtang. Kofe ichayapman. Kofe olib keling.
Bo'ldi opajon, hozir olib kelib beraman. Rostdan 20 minut turdim, 20 minut turdim. Dunyoni gapini gapirib bordim. Bir chashka kofe aytdi-ya. Bir chashka kofe. Ukajon shotni berib yuboring. Qaytimi? O sizga. Wow. Voy, opajon kattakon rahmat. Voy, kelib turing. O'zi normalniy opa ekan. O'zi bildim kelganida intelligentniy opa ekan. Bu aydilarda bostirib ketganini qaranglar. Ofitsiantlikka o'tib ketaymikin-e? Bu 200 ming meniki bo'lish kerak edi-ku. Kofeni ham men qilganman. Bu hali ofitsiant ham bas. Berib yuboringlar. Biz esa Surxondaryolik Raksana ismli qizga uylandi. Oltin deyiladi. O'sha paytdagi Farg'onada bo'lgan. Kabagatlar har bir mashhur o'zi sushi yeganmisiz? Yeganman, tavba qildim. Qarang, opa, menga mana undan. Bu sos opa. Ha, yo'q. Unda mana undan. Bu ham sos. Ha, yo'q. Ha, bu ham sousmi? Ha, unda nimani tavsiya qilasiz? Olib keling baqa. Kerak emas. Bizga 30 ta запечённый, bitta чесночный хлеб. Uni bitta qo'li bilan ushlaydi Mashhura. Uni sous bilan yeydi-da, sous bilan yeng. Yapam.